madaniyat, san'at sohasi xodimlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi prezident farmonlari, shu bilan bir qatorda ular bilan o'tkazilgan ochiq, samimiy muloqot. Hurmatli prezidentimiz mana shu madaniyat, san'at, adabiyot ahli bilan uchrashuvlari bu nafaqat sohani vakillariga, balki butun mamlakatimiz madaniy hayotida tarixiy voqea bo'ldi desak, bu noto'g'ri bo'lmaydi. Prezidentning 35 ta farmon qarorlari bu sohaga 1 trillion 280 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangani ham yozayotganda yozuvchini qog'ozi bilan ruchkasi ham gohida hal qiladi. Bugun yurtdoshlarimiz va shunga yarasha kontent ham kutishyapti-da. 100 ga yaqin mana shu madaniyat, san'at, adabiyot ahli vakillari, namoyandalari taqdirlanishdi. O'sha paytda haqiqatda eslaymiz, maktabdagi pianinamiz bo'lardi, nomiga bo'lardi. Faqat usti qolgan edi, ichida hech narsasi yo'q edi. Muammolari yopilsa, qoplansa, ijodkorlar ham Instagramga chiqadi. Bu ham endi zamonda talabi, lekin undan ham to'g'ri foydalana olishimiz kerak. Assalomu alaykum, avvalambor podkastimizga xush kelibsizlar. Eslatib o'tamiz, bugun podkastimizda bevosita Oliy Majlis Senati qo'mitasi raisi Orzugul Qozixonova hamda yosh kinorejissyor, ijodkor Nuriya xonim Safarova ishtirok etyaptilar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugun mavzumiz barcha uchun bir aktual mavzuga aylanib ulgurgan va so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bevosita ko'plab bir muhokamalarga, ko'plab bir millionlab prosmotrlarga ega bo'lgan mavzu madaniyat, san'at sohasi xodimlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi prezident farmonlari, shu bilan bir qatorda ular bilan o'tkazilgan ochiq, samimiy muloqot haqida bo'ladi. Bevosita ushbu muloqot jarayonida Orzugul opa, siz ham ishtirok etdingiz, men o'zim ham shu yerda ishtirok etib guvohi bo'ldikki, davlatimiz rahbari juda ham ko'p bor aytdilarki, xuddi shunaqa ochiq muloqotlar bizga kerak ekan. Biz sohadagi tizimli muammolarni, sohada uchrayotgan muammolarni, bugun madaniyat sohasi, san'at sohasi ijodkorlarini qiynayotgan bir masalalarni bilib oldim dedilar-da. Va umuman aytishimiz kerak, so'nggi yillarda barcha sohalar qatori to'g'ri biz madaniyat sohasida ham, san'at sohasida ham ko'plab bir yangilanishlarni amalga oshirdik. Davlat yangi tizim yaratib berdi, mexanizm yaratib berdi, lekin shunday bo'lsa-da qaysi bir muammolar saqlanib kelayotgan edi. To'g'rimi? Keling, mana shu oxirgi paytlarda umuman mana shu sohada olib borilayotgan ishlar haqida bir qisqacha to'xtalsak dastlab. Avvalo assalomu alaykum Bahodirjon, Nuriyaxon. Mana shu podkastga taklif etganlaringizdan juda ham mamnunman. Albatta juda ham to'g'ri aytdingiz. So'nggi kunlarda eng ko'p muhokama etilayotgan masala bo'layapti bu. Hurmatli prezidentimizni mana shu madaniyat, san'at, adabiyot ahli bilan uchrashuvlari bu nafaqat sohani vakillariga, balki butun mamlakatimiz madaniy hayotida tarixiy voqea bo'ldi desak, bu noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu muloqot bu mana shu san'atkor va davlat o'rtasidagi bir ishonch, bir e'tibor, g'amxo'rlikni bir namunasi sifatida o'zini aks etdi desak bo'ladi. Va albatta aytishimiz kerak, madaniyat, san'at sohasida boshqa islohotlarimiz ham bu sohada ham juda katta ishlar amalga oshirildi. Xususan aytadigan bo'lsak, mana so'nggi yillarda 4 ta qonun qabul qilindi va prezidentning 35 ta farmon qarorlari bu sohaga. Va mana bilasizlar, 15-aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni deb e'tirof etilgan. Ya'ni mana shu sohani vakillarini, demak, obro' e'tiborini yanada ko'tarish maqsadida mana shunday ko'plab qonunlar qabul qilyapmiz. Yaqindagi 15-yalpi majlisda ham bitta qonunni mana shu madaniy meros, demak, sohasidagi davlat boshqaruvini o'zgarish munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kirish to'g'risida ham qonunni muhokama etib ma'qulladik. Mablag' masalasiga keladigan bo'lsak, mana 2017-yilda bu sohaga 122 milliard so'm ajratilgan bo'lsa, mana 2026-yilda 10 barobar ko'proq, ya'ni 1 trillion 280 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangani ham bu sohani, demak, e'tiboridan chetda qolmaganligini albatta ko'rsatadi. Barcha bosqichlarda olib ketyapmiz, lekin shunga qaramasdan ayrim mana shu sohadagi, demak, o'zini yechimini kutayotgan dolzarb masalalar ham bor edi. Bu mana teatrlarda moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularni faoliyatini zamon talabi asosida yangicha uslubda tashkil etish talab etilayotgan edi. Va bo'lmasa mana kinematografiya vakillari o'tiribdi, kino san'atini ham isloh qilishimiz kerak edi. Madaniy markazlar faoliyatini rivojlantirishimiz, ularda mana shu yoshlarni ko'proq u yoqqa jalb etish masalasi, madaniyat va san'at ahlini, demak, o'sha oylik maoshlarini oshirish masalalari ham dolzarb turgan edi. Yoki bo'lmasa mana shu
ijodkorlarni moddiy, ma'naviy, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalasi, yosh iste'dodlarni rahbarlantirish, mualliflik huquqini himoya qilish masalasi ham bu judayam ko'p muhokama etilayotgan, ko'tarilayotgan masalalardan edi. Albatta, mana kechagi shu uchrashuvda, muloqotda Prezidentimiz mana shu masalalarga aynan har biriga to'xtalib e'tibor qaratildi va kompleks mana shu yechimlarni ko'rsatib o'tdilar. Mana aytib o'tadigan bo'lsak, tizimli ishlash masalasiga Bahodirjon, bizni islohotlarimizni samarasi nimada bo'lyapti? Aynan tizimni yaratyapmiz, tizimli ishlab, bu hali aytamizki, xaotichni emas, betartib emas, aynan tizimli ishlash, aniq maqsadlarimiz, aniq mas'ullar, aniq manbalar, mablag'larni borligi va natija ham borligi. Natija albatta natijaga olib kelishi. Shu o'rinda mana 21 ta ijodiy jamoalarni tashkil etilishi, yangicha tizim tashkil etamiz deyildi va aytib o'tishimiz kerak, bizda jamiyatimizda iqtisodiyot bir ustun bo'lsa, ma'naviyat, madaniyat, san'at bir ustun bo'lishi kerak degan bu haqiqat bu, to'g'ri. Ayni haqiqat. Chunki albatta mana iqtisodiyotimiz rivojlanyapti. 7.2 ko'rsatkich mana birinchi demak chorak yakunlari bo'yicha bo'ldi. Judayam katta ishlar amalga oshirilyapti, lekin ma'naviyatimiz-chi degan masala. Mana hozirgi ko'plab muammolarni, bu mana oilani mustahkamligi yoki bo'lmasam boshqa yot g'oyalarga berilish, ajrimlar, milliy mana shu vatanparvarlikni pasayishi degan masalalarni yechimi bu hammasi borib ildizi mana shu ma'naviyatga, madaniyatga, san'atga borib taqalyapti desak, ayni haqiqat bo'ladi deb o'ylaymiz. 21 ta ijodiy jamoalar, birlashmalar, demak, mana shu eng ko'zga ko'ringan san'at vakillari, kompaniyalar yoki rahbarlarni biriktirilishi va bu nima uchun kerak degan savol tug'iladi. Ya'ni mana shu har bitta ijodiy yo'nalishni, demak, eng quyidan mahalla, tuman, viloyat, respublika deb aytilyapti. Eng mahallada mana shu yosh ijodkorlarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash, mana shu sohadagi demak o'sha infratuzilmalarni demak yaxshilash masalalari, bu hammasi mana shu madaniyat sohasini o'ta rivojlanishiga albatta xizmat qiladi. Va mana qurultoy 1 yilda bir marta mana shu madaniyat sohasida tashabbuskor bo'lgan demak mana shu vakillarni jamlash hamda mana shu 21 ta birlashmamiz 1 yil davomidagi faoliyatini ham sarhisobi sifatida ham ko'riladigan. Bu qurultoy degani katta yig'ilish degani bilasiz. Va mana shu demak sohani o'zini ilg'or natijalar ko'rsatadigan sohani vakillariga imtiyozlar berish. 1 yil davomida demak har oyda 5 million so'mdan gonorar berish. Yoki bo'lmasam aytaylik, poyezdlarga, samolyotlarga bu bo'lmagan tarixda narsa. Final boshqacha olqishlandi. Samolyotlarga, jamoat transportiga bepul harakatlanish imtiyozini berish. Va agar bu faoliyat tag'in davom etadigan bo'lsa, shu yo'sinda yaxshi asarlar yaratilib, mana shu xalqimizni ma'naviyatini boyitadigan asarlar yaratiladigan bo'lsa, buni tag'in mana shu imtiyozlardan foydalanishni davom etish degan mana tavsiyalar. Ozgina to'xtamoqchiman, sizlarga so'z bermoqchiman, yana tag'in davom etaman. Rahmat, albatta to'g'ri bir fikrlar aytib o'tildi Nuriya. Deylik, kino, san'at bugun xalqimiz eng sevgan va eng ixlosi baland bo'lgan sohalardan biridir. Bugun yurtdoshlarimiz va shunga yarasha kontent ham kutishyapti-da. San'at ahlidan, kino ijodkorlaridan, bu albatta rejissyorlar uchun, prodyuserlar uchun ham katta bir mas'uliyatdir. Va shu bilan bir qatorda davlat rahbari muloqot davomida ushbu farmon jarayonida ham kinochilarimiz uchun imkoniyatlar berdilar va bu imkoniyatlar endi avans sifatida ular qabul qildik degan gaplarni ko'p bor aytishdi. Endi u yaxshi kino asarlar biz kino rejissyorlarimizdan kutib qolamiz, to'g'rimi? To'g'ri, avvalambor mana shu imkoniyatlar uchun, mana bu yaratiladigan biz uchun maydon uchun minnatdorchilik bildiraman. Ijodkor sifatida avvalambor shu yurtda bir farzand sifatida. Hozir o'zimni yoshligimni esladim. Birinchi she'rim 13 yoshimda yozgan ekanman. Mana hozir 38 ga kiraman. Hozir ko'z oldimda butun hayotim gavdalandi.
Orzugul opani gaplaridan keyin biz shu mashaqqatlardan o'tdik. Birga o'sganmiz Bahodir bilan biz ijod sohasida ham o'sha san'at, madaniyatda ancha qiyinchiliklarni ham To'g'ri. bosib o'tdik-da. Nafaqat biz, balki ko'p ijodkorlarda shu muammo bor edi. Ayniqsa viloyatdan kelib Toshkentda yashashni o'zi bo'lmasdi. Aynan o'sha uy egasi bo'lish yoki oddiy bir uyni ijaraga olib, ijarachi bilan munosabat ham yaxshi emasdi. Men o'zim ko'p kuzatganman. O'ylaymanki, bugungi kunda aynan o'sha ijodkorni oldin qornini to'yg'izish haqida o'ylardi-da. Mana shu muammosi birinchi o'rinda hal bo'ldi deb o'ylayman. Yozayotganda yozuvchini qog'ozi bilan ruchkasi ham gohida hal qiladi. Agar u xiraroq qog'oz bo'lsa, dilingizda qanaqadir tug'yonlaringiz xiralashadi, qanaqadir kirlanadi. Oppoq, chiroyli bir ruchkada yozish boshlash kayfiyati, ya'ni bitta uyda o'zingiz bor, yana qancha imkoniyatlarimiz bor, oyliklar gonorar, grant, bular har qanaqa ijodkorning asl mohiyatini, o'sha tug'yonini ko'rsatib beradi, natija, mevasini beradi deb o'ylayman. Chunki o'zim ham juda ham mavjlanib yuribman. Kinoijodkor sifatida ham aynan Xudsovetni yakunlanishi ko'pchilik xursand. Badiiy kengash. Hamkasblarim bilan ham gaplashib o'tirganimizda ular juda ham xursand bo'lishdi. Nimagaki biz navbat kutishimiz kerak edi. Bizda pitching bo'lardi. Endi pitchinglardan o'tganman. Uni ham bir gashti bordi, lekin imkoniyat ko'p hozir. Bizda oldin ustoz va shogird an'analar bo'lardi, eslasak. Suyak bizniki, eti sizniki deb oldin o'sha Behbudiylar davrida, o'sha jadidchilik davrida shu narsa an'analar bo'lgan. Men juda ham xursand bo'ldim. Aynan ustoz va shogird an'analari alohida to'xtalganidan. Albatta uni rahbarlantirishchi mana ustozlarni demak mana shu xalqaro musobaqalarda yoki masalan respublika musobaqalarida g'olib bo'layotgan mana shu madaniyat mana sohasidagi vakillarimiz 100 million so'm 100 million so'm respublika bo'lsa, agar xalqaro bo'lsa 300 million so'm. Lekin ularning ustozlari ham unutilgani yo'q. Ustozlarni demak har oylik maoshiga 100% ustama qo'shib berilishi, men o'ylaymanki, juda ham mana shu siz aytayotgan usta shogird an'analarini o'zini mana shu odamda tajriba juda ham ko'p yillar davomida shakllanadi Bahodirjon. Bu tajribani nima deydi, baholash juda ham o'ylaymanki qiyin masalan. Mana shu tajribasini yangi chiqib kelayotgan mana shu yoshlarimizga, iste'dodlarimizga albatta aytadiki, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Mana shu ustozlarning o'rni ko'pligi, ularni ahamiyatiga e'tibor qilayotgani mana shu prezidentimiz bugunoq qo'l qo'yaman dedilar, qarorlarda o'zini aksini topadi albatta. Nuriya hozir bir narsani to'g'ri aytib o'tdilar-da, deylik oq qog'ozda ijod baribir boshqacha bo'ladi, kayfiyat ko'tariladi. Demak, san'at ahli uchun, madaniyat ahli uchun xuddi shunday bir oq qog'oz berildi. Endi bundan keyingi faoliyati shunga qarab bir kayfiyat ko'tarilgan holda ijod qiladi, kayfiyat ko'tarilgan holda yangi kinolar ishlab chiqaradi, yangi san'at namunalari paydo bo'ladi. Yuqorida aytib o'tildi, hammamiz maktabda o'qiganmiz. Endi mustaqillikni dastlabki yillari bilan bog'liqda Orzugul opa biz tahsil olgan maktabdagi davrda. O'sha paytda haqiqatda eslaymiz, maktabdagi pianinamiz bo'lardi, nomiga bo'lardi. Faqat usti qolgan edi, ichida hech narsasi yo'q edi. O'sha klavishlarni bosganda ham ishlamas edi. Dutor, rubob, shunga o'xshash instrumentlar, musiqali o'sha asboblarimiz hech qaysi yetarli emas edi, yo'q edi. Maktabimiz oldida musiqa va san'at maktabi bo'lardi. Yonidan o'tganimizda biz eshitardik, haqiqatda qanaqadir bir kuylarni boshqalarni, lekin biz dars jarayonlarida o'rganishimiz kerak bo'lgan, balki o'rganishga bizni haqqimiz bo'lgan, lekin shuna imkoniyat berilmaganda. Endi mana maktablarga taqdim etiladigan yangi cholg'u asboblari, o'sha instrumentlar deymiz, bevosita musiqa darsini yanada bir yaxshi tashkil etish imkonini beradi va bu jarayonda yana bir taklif berildiki, aynan musiqa asboblari ham o'ziga xos, o'ziga mos, o'sha uslubi jihatidan deymizmi, ko'rinishi jihatidan deymizmi, uni har bitta o'sha detaliga e'tibor qaratilgan holda uni ishlab chiqarish sanoatni ham yo'lga
dedilar davlat rahbari va shuning uchun bevosita o'sha yuqorida siz aytib o'tgan 21 ta yangi tashkil etilgan birlashmada sozandalar bo'yicha ham alohida bir yo'nalish ochildi. Endi o'sha usta sozgarlar deymizmi, o'sha soz yasovchi ustalarimiz, musiqashunoslarimiz birgalashib, ularni ham deylik oylik maoshlari bo'ladi. Ular ham gonorar, nafaqat gonorar, balki o'sha kundalik faoliyat bilan shug'ullanadigan uchun oylik maoshlari ham ularga belgilanadi, to'g'rimi? Qaysidir muddat davomida e'tibordan chetda qolgan o'sha sozchilik an'analari ham tiklanadi-da bu orqali. Davlat rahbarining menimcha maqsadi ham shuda, berayotgan imkoniyati, berayotgan sharoiti va yo'naltirib berilayotgan mablag' nuqtai nazardan. Bahodirjon, mana aytganingizdek, yuqorida aytgan muammolar qatorida bor. Biz Oliy Majlis Senati, xususan qo'mitamiz ekspertlarimizni jalb qilgan holda parlament nazoratini amalga oshirish bizning vakolati bor va mana shu farmon qarorlarimizni, qonunlarimizni sohada qanday ijro etilyapti, qanday yuribdi, biz joylarga chiqqanmiz. Xususan Qashqadaryo viloyatini ham biz o'rgandik va mana shu borganimizda albatta mana shu bolalar musiqa maktablarida to'garaklar qanday bo'lyapti, nima muammolar bor, qanday masalalar bor deganga biz alohida e'tibor qaratganmiz. Shunda mana shu bu kecha ham tag'in mana vakillardan kimdir bu masalani ko'tardi. Aynan mana shu cholg'u asboblarini sanoat usuli bilan yaratilgan, umumiy qilib respublika bo'yicha va yetkazib berilgan masalalar va mana shu torlar deymiz yoki boshqa cholg'ularni u yerda shu demak mana shu yoshlarni, yosh san'atkorlarni bu demak haqiqiy torni ovozi yoki tarbiyasi, ta'lim olishga u xalaqit qilayotgani to'g'risida fikrlar bildirilgandi va biz mana shu fikrlardan kelib chiqib o'zimizni demak tegishli qarorlarni, qo'mita qarorlarini mutasaddilariga tegishli topshiriqlar demak ketgan. Mana kechagi demak yig'ilishda aynan shu masala. Soha mana shu birlashmalar endi o'zi u sanoat usulida bo'lmasin, balkim shuni sohani mutaxassisi bordir. Aytaylik, shu doirani yasaydigan ajoyib mutaxassis bo'ladiki, u doirani keyin ovozi boshqacha aks etadi, jaranglaydi. Shunga ham mana imkoniyatlar berilyapti. Ya'ni erkinlik, ko'proq masalada hal etish imkoniyati, buni faqat qotib qolingan bir ramkalarda, nimalarda emas, juda ham katta mana shu imkoniyatlar berilayotgan. Ayniqsa xususiy sohani bu sektorda rivojlanishiga ana shu davlat bilan bir qatorda ko'rilayotganiga ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bitta narsaga mana shu taqdirlanayotganlarga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, yaqin 200 ga yaqin mana shu madaniyat, san'at, adabiyot ahli vakillari, namoyandalari taqdirlanishdi. Turli darajadagi xalq artisti, xalq shoiri, xalq rassomi, ordenlar, do'stlik, bu hammadan mana shu marhum bo'lgan san'atkorlarimizni mana shu taqdirlanishi ham o'zini bir chuqur ahamiyatiga ega. Chunki bu insonlar o'z vaqtida mana shu qo'shgan hissasi, ular chiqargan mana shu teatrlar, aytaylik Farg'ona teatri deymiz, kinolar, mana asarlari Hamza Umarov, mana ko'p san'atkorlarimiz qildi, Shuhrat Abbosov rejissyorimiz. Ular yaratgan san'at asarlari haligacha bizni qalbimizda, bizni mana deydi va unda ruh bor edi, milliy ruh, milliy g'oya bor edi. U mana shu demak juda ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan nimalar. Yoki masalan mana isrogarchilik haqida gapirib o'tganlar, o'sha mahallada duv gap kinomizdagi o'sha bitta emas 10 ta qo'ydigan nimalarni ham misol keltirishdi. Hammasi yodda qoladigan, odamni o'sha dilini, torini chertadigan, junbushga keltiradigan asarlar bo'lgan va bularni albatta xotira etilishi, mukofotlanishi, men o'ylaymanki bizning milliyligimizga, o'zbekligimizga, shu qadriyatlarimizni naqadar demak ulug'lanayotganligini namunasi deb o'ylayman. Bir masalaga to'g'ri to'xtalib o'tdingiz, aynan o'sha yoshligimizda biz kino rejissyorlarimiz tomonidan ishlangan kinolarni ko'rganimizda haqiqatda bugungi kun uchun ham shu mos ekanligini ko'ramizda. O'sha davrdagi mavjud muammo yoki kundalik hayotdagi masalalar bugun ham dolzarbligicha qolyapti va bugun ham bizga nimanidir beradi.
qanaqadir bir xulosa qilishga, qanaqadir bir o'rnak olishga, tarbiya olishga xizmat qilyapti. Deylik, o'sha mahallada duv gap deymizmi yoki bir boshqa shumbola deymizmi, hammasi tarbiyaviy ahamiyatga ega, xalqchilligi bor. Bir yutumli degan gap bor ijodkorlar orasida, xuddi shunday bir yutumli kinolar bo'lganda, lekin afsuski bugun tan olib aytishimiz kerak, kino sohasida ijod qilayotgan ijodkorlarimizdan xalq kutayotgan ham xuddi mana shunday xalqchil kinolar, xalqchil san'at asarlari, xalqchil teatrlar. Deylik, mana bugun kinoteatrlarga borsak, to'g'ri zo'r spektakllar bor bugun, lekin teatrga ham odamlarning borishi kamayapti. Kino bugun ishlab chiqarilyapti, lekin u kinoni ma'naviy bir biz olishimiz kerak bo'lgan ozuqa juda kam miqdorda bordi. Bugun mana to'g'ri telekanallar orqali namoyish etilayotgan seriallar deymizmi yoki bir qisqa metrajli filmlar deymizmi, novellalar deymizmi, hammasida biz uchun kerak bo'lgan ma'naviy ongimizni to'ldiradigan qanaqadir narsa yetishmayotgandek-da. Yetishmayotgandek emas, balki yetib bormayotgandir deb o'ylayman men. Chunki hozir O'zbekkino milliy agentligi tomonidan juda ko'p filmlar festivallardan o'rin olyapti. Ko'p jahon miqyosida aynan o'zbek filmi, masalan Qozog'iston filmlari oldin bizni o'zbek filmlarimizdan ozuqlanganda, hozir o'zini filmlari Amerikada o'qib kelishdi, maktab ko'rdi aynan ijodkorlarida. Mana hozir o'ylab qolaman, o'sha aynan Instagramga urg'u berilishi, aynan kino ko'rish bilan diqqat degan narsa borda tomoshabinda. Diqqati kam, o'sha mini seriallar chiqib ketdi, insta seriallarda. O'sha 36 ta seriyani bittada o'tkazib, scroll qilib, o'tkazib ko'rib qo'yishyapti. 1 soat, 1,5 soat, 2 soatli aynan o'sha og'riqqa tegadigan filmlarni ko'rishdan bosh tortgan hollari bor. Masalan, kinochilar o'yida aynan yaxshi filmlar qo'yiladi. Yana retro klub ham bor. Unda o'sha retro davridagi eski filmlarni ko'rish mumkin. Ayni eng qiziqadi o'zbek film. O'zim borib ko'rganimda o'zbek film, o'zbekcha film, o'sha retro film ko'rilyapti. Hammasi rus ayollari. 70-60 yoshdagi ayollar. Chiroyli kiyinib olib, ro'molchalada shu babulachalar ko'rib o'tiribdi. Nega o'zbek ayollari yo'q? Nega mani misol uchun qo'shnim, xolam, ammam yosh, masalan, yoshligini eslagan borishmaydi deymanda. Bu targ'ibot masalasi deb o'ylayman. Aynan ko'p mana hozir kino klub ham tashkil etdik. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida endi bir hamkorlikda men birgalikda qilyapmiz va o'sha kino klubda ham yoshlarni ko'ryapman, ko'proq hamma Instagramga intilyapti. To'g'ri. Aynan blogerlik masalalar hozir o'ylaymanki katta bir tendem bo'ladi, yana saralash bosqichi bo'lib qoladi deb o'ylayapman. Nimagaki ijodkorlik mana hozir o'sha человеческий faktor deymiz, o'sha muammolari yopilsa, qoplansa, ijodkorlar ham Instagramga chiqadi. Misol uchun o'zini ijodini targ'ibot qilishni boshlaydi. Masalan, men bu kinoni o'ynadim, boshqa qildim deb bemalol vaqt ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Aynan blogini yurg'izish, bu hozir media shunaqa narsaki, bir zamonda bittada telefon orqali odamni ongiga, qalbiga darajasiga yetib boryapti. O'shaning uchun men juda ko'p hozir filmlarni aytsam, o'zbek kino tomonidan, milliy o'sha agentlik tomonidan yaratilgan filmlar yoki xususiy sektor tomonidan yaratilgan filmlarda ham juda ham pichoqqa ilinadigan va xursand bo'lib, bir yutumli filmlar ham bor, lekin tomoshabin yo'q. Tomoshabin yo'qligiga o'zimizni ham ayb deb o'ylayman, chunki o'zimiz ham hozir shaxsiy brendni rivojlantirishga kirib ketyapmiz. Hozir tizimlashtirish, farmonlarni ishga tushirilishi tegida qadr masalasi yotibdi. Ya'ni ijodkor qadri. Gohida ijodkormisiz, san'atkormisiz degan tamg'alar sekin o'zini yechilishi kerak. Chunki ijodkor o'zi aslida har bitta odam ijodkorda. Ovqat pishirganingizda uni kapkurni bundoq maromiga dutor chalishdan tashqari kapkurda ham bitta bundoq olib borib go'shtni, piyozni qovurish ham bu o'zi san'at darajasida. Mana bu ijodkorlik. Shunda inson baxtli yashaydi. Xalqimizda bor, qiziqish bor. Lekin mana prezidentimiz aytib o'tgandek, xalqimiz ham
didi yuqori bo'lib ketdi. to'g'ri. Didda talab yuqori bo'lib ketdi. O'shanga yarasha san'at asarlari yaratish kerak bo'lyapti. Mana misol keltirishim mumkin. Xususiy kinoteatrlar bor. O'zimiz ham kinoga oilaviy tushamiz deb kechki payt, kunni kechki paytiga hozir bilasiz raqamli nimada bemalol biletlarni zakaz qilish mumkin. Borsiz, haqiqatda kinozallar liq to'la. Mana shu Amur Temur degan nimamiz bo'ldi, asarimiz yoki bo'lmasam Jannat onalar oyog'i osti degan to'lib kiryapti. Demak, xalqimizda bunga talab juda ham yuqori. Faqat o'shanga yarasha asarlarni yaratishimiz kerak. Keyin yurtboshimiz aytib o'tdilar, milliy ruh yetishmayapti bizda. Mana shu bizni demak o'zimizni milliy qadriyatlarimizni ko'rsata oladigan nima deydi, biz uni avloddan avlodga berishimiz kerak. Qanday beramiz? Mana shu kinolarimiz, teatrimiz orqali beramiz. U agar biz aytmasak, u unutilib ketadi. Bizga ham aytishgan bobolarimiz, momolarimiz qanaqa davr bo'lganligi aytishgan, bizga ertakdek tuyulganda va mana shular bizni ongimizda bizni shu ma'naviy tomondan komil inson bo'lib yetishimizga o'zini hissasini qo'shgan va mana shu milliyligimiz qolaversa, mana olib borilayotgan islohotlarimiz. Biz endi ko'proq senat faoliyatida ham ko'proq mehmonlar keladi, diplomatik uchrashuvlar bo'ladi. Demak, Sloveniyani demak prezidenti kelganda, o'sha paytda bizda Samarqandda UNESCOni yubileyniy nima deydi, assambleyasi bo'layotgan payt edi. Bu 40 yilda Parijdan chiqmagan ekan. 40 yilda bir marta mana shu UNESCO bilasiz nima madaniyat, san'at bilan bog'liq Samarqandda, O'zbekistonda o'tkazdi-da. Va mana shu prezident Aleksandr Vuchich aytdiki, balkim sizlarni odamlaring xalq buni tushunmayotgandir, lekin bu juda ham katta masala, juda ham katta bu yutuq e'tibor. Mana shu nimani Parijda mana shu yerga kelib aynan O'zbekistonda o'tkazilayotgan dedi. Biz mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar o'z-o'zidan bo'lib qolayotganga o'xshaydi. Yaxshi narsaga tez biz ko'nikamizda, lekin kechagi 10 yil oldingi holat qanday edi? Iqtisodiyotimiz qanaqa edi? Ahvolimiz qanaqa edi degan narsalarga hozirgi islohotlarimizni olib borilayotgan natijalarni ko'rsatishimiz kerak. Mana bitta sportni olaylik. Mana endi biz qo'mitamiz yo'nalishda ham bevosita sportga, mana aynan futbolga ham adolatni o'rnatilganligi. Biz bilamiz, shu yerda sudyalarning o'rtasidagi masalalar mana qalbimizni g'ururini naqadar yuqori ko'tardi. 34 yilda jahon chempionatiga mana yo'llanma olib ishtirok etishi. Mana xalqning g'ururini nima ko'taradi. Mana qanday ishlar olib borilyapti. Buni biz ko'rsatishga majburmiz. Bizni mas'uliyatimiz bu degan narsani oldiga qo'yish kerak-da. Masalan, buni aytmaslik kerak. Bu aynan o'sha islohotni ko'rsatsak, nima uchun degandek emas. Biz ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Buni tushuntirishimiz kerak mazmun mohiyatini va o'sha o'z-o'zidan bo'lib qoladigan narsani biz tushuntirib borishimiz kerak va boshqa masalalar ham bor. Bizni demak oilaviy munosabatlar masalasi yoki bo'lmasa mana shu bizni to'y hashamlar qilamiz dabdaba bilan bizni millatimizni shuncha demak o'qishga, boshqa dam olishga yo'naltirish kerak bo'lgan mablag'larni bir kunda sarflanishi, isrofgarchilik masalalari, shunaqa temalarni haqqoniy qilib yoritadigan bo'lsak, chiroyli qilsak, albatta bunaqa kinolar kerak. Tushadi va biz bu kinolar orqali yoshlarimizni ham tarbiyalaymiz yoki bo'lmasam juda ham jiddiy bo'lgan, tashvishga soladigan yurtboshimiz doim nimada ko'tardilar, murojaatnomada ham bu giyohvandlik masalasi. Yoshlar o'rtasida yoki o'sha zo'ravonlik masalasi. Keyin milliy ruh va hamda bugunda nima bo'lyapti? Raqamli makon. O'zingiz aytib o'tdingiz, Instagram, Facebook, Telegram, boshqa nimalarda ko'proq kiryapmiz. Mayli, u ham endi zamonning talabi, lekin undan ham to'g'ri foydalana olishimiz kerak, shunga yo'naltirishimiz kerak. Qolaversa, mana shu san'at ahli, madaniyat ahli u mana shu raqamli makonga kirishsin, kirib borsinki, mana shu u yoqdagi noto'g'ri bo'lgan informatsiyalarni biz o'zimizni foydali informatsiyalar bilan, ma'lumotlar bilan, mana shu madaniy materiallarimiz bilan to'ldirishimiz kerak. Yuqorida
Nuriya aytib o'tdi, Orzugul opa, ijtimoiy tarmoqdagi qozoq kinolari. Shaxsan meni o'zim Qozog'iston kino ijodkorlari tomonidan tayyorlangan 3 ta filmni, kinoni aynan Instagramdagi reklamasi orqali ko'rib, topib, uni tomosha qildim. To'g'ri. Biz ham shu narsani qilishimiz kerak demoqchiman. Deylik, o'sha chiqaryapmiz. Amir Temur kinosida ham juda katta targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Instagramda chiqib keldi. Instagramda ko'pchilik ko'rib, informatsiyaga ega bo'lib, ma'lumotga ega bo'lib, kinoteatrlarga borib shuni ko'rdi. Va mana shu kabi ishlarni kino ijodkorlarimiz, rejissyorlar, prodyuserlar bevosita targ'ibot masalasiga ham bugun biz telefon bilan aloqani uzishni umuman imkonsiz deb bilamizda. Bu yosh bolada ham, kattada ham, boshqada ham. Shu nuqtai nazardan bu imkoniyatda ham biz salohiyatga aylantirishimiz kerakda va bu salohiyatdan yaxshi bir foydalanishimiz kerakki, targ'ibot jarayonida ham, kino jarayonida ham, teatr spektakllarida ham, yaxshi bir ijodimizda ham, ssenariylarimizda ham sun'iy intellekt masalasi bugun tobora hayotimizga kirib kelyapti. Kino ijodkorlari ham o'sha kun bu narsani aytib o'tishdi, san'atkorlarimiz aytib o'tishdi. Ayrim o'sha kuy bastalovchilarning o'rnini ham bugun sun'iy intellekt egallab borayotganligi, alfabetdagi bor harflarni agar aytib bersang, masalan, qo'shiq qilib aytib beraman degan bir takliflar bo'layotganligini ham bir kulib aytishdi. Haqiqatda shu zamonga kirib keldik. Endi biz shunga moslashishimiz kerakda. Bu uchun sharoit berildi. Farmonda bevosita o'sha imkoniyati berilayotgan sharoitga nisbatan moddiy manfaat keltirib berildi. Endi uni biz imkoniyatdan, salohiyatdan samarali foydalanishimiz kerak. Sun'iy intellekt deymizmi, aytaylik, Instagram, Telegram, boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar. Ularning imkoniyatlarini biz bugun san'at targ'ibotida ham, madaniyat targ'ibotida ham, ma'naviyatimizni targ'ibotida ham foydalanishimiz kerak menimcha. Qodirjon, mana shu o'rinda Nuriyaxon aytdilar, targ'ibot masalasida ham reklama uchun o'sha 10% dan 30% ga mablag' ajratilishi ham, buni ham yaxshi qo'llab-quvvatlandi. Ijodga investitsiya jamg'armasini tashkil etilayotganligi, mana 200 milliard demak so'm mablag' yo'naltiriladi. Aynan mana shu madaniyat san'at sohasidagi istiqbolli loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida. Menimcha o'ylaymanki, bundan san'atkorlarimiz ham, madaniyat vakillarimiz ham unumli foydalanishsa kerak. Albatta, sizdaqangi yosh ijodkorlarga ham menimcha bu davring keldi. To'g'ri. Vaqti keldi. Rostdan vaqti keldi hamma narsani. O'sha telefon haqida gapirganingizda 3 yildan beri guruhim, komandamiz bilan birga telefon ilova asosi soldim. Ya'ni bu Take Up, ya'ni marketplace. Bunda aynan o'sha kino, san'at, madaniyatni bitta ilovaga joylashtirdik. Aynan A alfabetdek A'dan oxirgi harfimizgacha ABC ketadigan etaplari bor ijodda ham. Masalan, kinoda olib gapirsam, ssenariy yoziladi. Ilovada уже ssenariy sotish, ssenariy olish, kastingimiz bor, keyin komandalar tuzish, ijodiy komandalar tuzish, lokatsiya bor bizda, masalan, joy topa olmaymiz. Istiqboldan umid qilib turibmiz hozir bu ilovani. O'ylaymanki, mana shu hozir aynan shuning uchun vaqting keldi degani, men 3 yillik mehnatim. Chunki buni etap, bosqichma-bosqich ishlab keldik. O'sha aynan mini serialni ham ishga tushiryapmiz. Ichida o'sha siz aytgandek vayllamasda qanaqadir o'sha milliy ruh bo'ladigan o'zini kichkina bir ustozlarim bor. 10 yil, 15 yildan beri men yaxshi shogirdman-da. Aytishadi, san ko'zimiz yonimizda o'sding deyishadi. O'sha ustozlarim ekspert qilganman, ular bilan birgalikda. Keyin o'sha kun hazillashib aytdim, agar meni ustiga shogird qilsangiz pul olarkansiz desam, oldingi yillarga kim to'larkan deb hazillashdik-da. Keng ommaga taqdim etish arafasidamiz. Xudo xolasa, men o'ylaymanki, bu hammani ruhlantirdi. Juda ham sezildi, bu to'lqin sezildi. O'zbek filmga borganimda, kechadan oldin kun bordim. Oxirgi xudsavetni pitchingga topshirib keldim. Hamma xursand. Hamma xursand. Oxirgi pitchingga topshirib keldim. Tanlov e'lon qilingan. Hamma xursand. Vaqtimiz keldi, u keldi. Hamma bitta narsa anchadan beri birgalashib nimadir haqida aynan proyekt, loyiha haqida gaplashganini ko'rganim yo'q. Menga ham Nuriyaki, "Mana loyiha qilaylik, u qilaylik, mana qilaylik"
juda ham nimadir qilmoqchida Yana ham ijodiga Ha, turtki bo'ldida. bu birlashish ijobiy mana bu tarafdan. mana shu hamjihatlikni qanaqadir ruhi kirdida. Hamma chet-chetda edi. Kimdir bekitib o'g'irlamasin, bu g'oyamni o'g'irlamasin edi. Yo'q, u narsa yo'qolibdi. Shu narsa sezildi menda. Albatta bu madaniyat, san'at sohasidagi berilgan e'tibor samarasi o'ylaymizki yaqin istiqbolimizda, yaqin kunlar ichida, yaqin yillar ichida bugun o'sha farmonda ham aytilgan va bugun siz istayotgan, biz istayotgan, davlatimiz rahbari istayotgan, umuman xalqimiz istayotgan yangi loyihalar, yangi kino asarlar, yangi san'at asarlari ijodkorlarimiz tomonidan ishlab chiqiladi. Bu siz uchun, biz uchun xizmat qiladi. Albatta xalqimiz uchun xizmat qiladi. Rahmat albatta bugun podkastimizga tashriflaringiz, bildirilgan fikrlar uchun. Yuqorida aytib o'tganimiz kabi, bugun o'zbek xalqi san'atni ham, madaniyatni ham sevadigan, hurmat qiladigan, e'zozlaydigan, qadrlaydigan soha. Mana shu qadr zamoni keldi. Aytdingiz, Nuriyaxon, siz ham ijodingizga ulkan zafarlar tilab qolaman va aytishimiz kerakki, mana shu kinematografiya sohasida ham ayrim bo'shliqlar borligini biz aniqladik va xususan mana kinematografiya to'g'risidagi qonun yo'qligi va biz hozir buni endi nimani ochib qo'yaman-da deydi, bu ustida ishlayapmiz va bizga mana shu aynan sohani mutaxassislari, sohani vakillari, shu sohani yaxshi biladigan insonlar bilan biz doimo ularning maslahatini olib, ekspertni bu senatni ishi ana shunday tashkil etiladi va ularda kelib chiqib haqiqiy muammo, bo'shliqlarni yechish bo'yicha birgalikda ishlab, shunday yaxshi xalqimizga mana shu madaniyat, san'at sohasini rivojlanishiga hissa qo'shadigan qonunlarni qabul qilamiz degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham Rahmat Bahodirjon. kattakon. Salomat bo'linglar, charchamang.